Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'z Jangarjonovning navbatdagi tushgan. Navbatdagi buyurtma asosida kachollarimiz tayyor bo'ldi. Quyidagi ko'rinishda 4 xil kachol. Birinchi holatdagi kacholimiz Andijon viloyatiga jo'natib yuboriladi. Qashqadaryoning o'zida qoladi. Buxoroga, Samarqandga ketadi. Kachollarimiz haqida qisqacha ma'lumot berayotgan bo'lsak, narxidan boshlaymiz. 5 million so'm chiqadi. Universal kachol gazda, o'tinda, ko'mirda talabga qarab elektr tokida ham ishlash imkoniyatiga ega holatda yasab beriladi. Ishlatilgan mahsulotlar 3 mm qalinlikdagi lislardan yasalgan. Ko'mir sig'imi 35 kiloni tashkil qiladi. Ya'ni 30 kg ko'mir olish sig'imiga ega. Hop, keyingi kacholimiz sapok kacholimiz klassik uslubda ishlashga mo'ljallangan 100 kvadrat metr joygacha bo'lgan xonadonlarni qizdirish quvvatiga ega. Ventilyatorsiz 4 million so'm, ventilyator termostat bilan jihozlangani 4,5 million so'mga chiqadi. 3 mm qalinlikdagi lislardan yasab olingan. Ko'mir sig'imi 45 kg, litr hisobida 45 litr, kilogramm hisobida 40 kg ko'mir sig'dirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Demak, narxini aytdim, 4 million so'm chiqadi ayni shu holati. Keyingi kacholimiz sapok kachol, 200 kvadrat metr joygacha bo'lgan xonadonlarga qo'yish imkoniyatiga ega bo'lamiz. 3 mm qalinlikdagi lislardan yasab olingan, termostat ventilyator bilan jihozlangan. Quyidagi holat bo'yicha narxi 5 million so'mni tashkil qiladi. Keyingi kacholimiz ko'mir kacholimiz, asosan ko'mirda ishlashga mo'ljallangan. Demak, ishlatilgan mahsulotlar 3 mm qalinlikdagi lislardan ishlatildi. Narxi 6 million so'm chiqadi. Ko'mir hajmi 40 kg ni hosil qiladi. Litr hisobida 45 litrni tashkil qiladi. Quyidagi ko'rinishdagi kachollarimiz buyurtma asosida yasab berildi va o'z manzillari taraf jo'natish arafasida turibdi. Hurmatli kuzatuvchilar, buyurtma asosida har xil ko'rinishdagi ko'mir, o'tin, gaz kachollarga buyurtma qabul qilamiz va yetkazib berish imkoniyatiga egamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.